Hijoma haqida ba'zi birodarlarimiz so'rabdi. Hijoma qanaqa narsa? Rasulullohdan sunnatmi haqiqatan? Mana shu quyida keltirilgan bari hadislar, mana Imom Buxoriy, Muslim, Imom Termiziyda musnadlardan olingan hadislar, hijoma bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan vorid bo'lgan sunnat amal. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hijoma degani ma'lum bir joylardan qon oldirishlik. Bu hijomaning asli boshlanishini gapiradigan bo'lsak, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Isro va Mi'roj kechasida Allohning huzuriga chiqib 5 mahal namozni farzligini olib tushib kelayotganda payg'ambarimiz aytadi, har osmondan osmonga o'tganimda pastga qarab, har osmon farishtalari menga vasiyat qildi. Ya'ni farishtalar nima dedi Rasulullohga? Alayka bi hijama. Alloh sizga ruhingizni shifosi bo'lgan namozni buyurdi. Biz sizga jasadingizni shifosi bo'lgan hijomani vasiyat qilamiz. Ummatingizni hijomaga buyuring dedi. Juda ko'p hadislar bor, xulosasini aytaman. Sizlar davolanadigan shifolarning ichidagi eng afzali hijoma dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shu boshini tevasidan qon oldirganligi, mana ikki chekidan qon olganligi hadislarda rivoyat qilingan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahih hadislarda aytib o'tdik. O'limdan boshqa narsaga dori degan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Ba'zi hadislarda 72 ta kasalga dori degan. Hijoma qilishga Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan vorid bo'lgan sunnat amallardan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam dushanba, seshanba, payshanba kuni hijoma qildirgan ekan, chorshanba, shanba man qilgan ekan. Subhanalloh, sunnatni ko'ringki, dushanba, seshanba foyda qilgan narsa chorshanba kuni ziyon qiladi degan ekan Rasululloh. Shuning uchun ba'zi birodarlarimiz mana shu hijomani bir alomatlarini ko'rib qolsak, hayron bo'lmaylik, nima ekan bu, birorta bir toifamekin bir firqa paydo bo'lib qoldimi deb o'ylamaylik. Bu Rasulullohdan vorid bo'lgan sunnat. Bu hukumatda mana shu meditsinasida ham bu qon oldirishlik bu aytiladi kitoblarda, bor narsa. Sahih hadislar bor, agar qiziqqan birodarlar bo'ladigan bo'lsa, kelsalar, yana bir to'g'ri o'qib berishga harakatda bo'lamiz.